Trikotajli materiallardan yoki cho'ziluvchan matolardan bo'yinga ribani tikishni o'rganamiz. Demak, cho'ziluvchan joyini olamiz. Lavinamizni necha bo'lsa, bunaqasi o'lchab olamiz. 27. Mana shundan 5 sm olib tashlaymiz. Tushunarli, qizlarjonlar, 5 sm nima uchun? Ribani siqib turish uchun, bo'yinni garlavinasi cho'zilib ketmasligi uchun 5 sm dan 8 sm gacha juda ham cho'ziluvchanligi 8 sm bersanglar ham bo'ladi, lekin bizanikicha unaqa cho'zilmayapti matoyimiz. Shuning uchun 5 sm minus qilamiz. Xo'p, buklovda qalinligi o'zingizning xohishingiz 22 chok haqi bilan 23 sm olamiz. Biz birinchi bo'lib garlavinalarning qoq o'rtasini mana rasechka qilib belgilab olamiz. Endi mana ribanani ulab oldik. Buni 2 ga buklaymiz. Va cho'zib 1 sm da chok yurg'izamiz. Cho'zib olish esingizdan chiqmasin. Mana. Ana endi mana shu qoq o'rtasini qizlar mana o'zi kichkina kelyapti, ko'rasizlar. Mana shu qoq o'rtalariga belgilab olasizlar. Mana bu o'zi shundoq ham o'rtasi. Mana bu buyoni o'rtasi. Bulavkalab olamiz. Sababi bir xil yedirvorish uchun. Endi qaranglar. Nima uchun bunaqa qildim? Mana ko'ryapsizlar, mana shuncha joy bo'lyapti. Shuni men yedirib olishim kerak. Tushuntira oldimmi? Men buni cho'zib, buni yedirib olishim kerak. Shuni hisobiga ham mana bu yerga o'rtaga ana qo'yib qo'ydikki, mana bu ko'proq yedirilgan, bu yerda kamroq yedirilgan bo'lib qolmasligi uchun. Ana endi bu yog'ini shundoq overlock qilamiz va dazmol qilib kelamiz. Qizlarjonlar, menga sal qalinlik ko'rinuvdi. Yana o'sha joydan so'kmasdan turib, yana 0.5 tikib oldim va overlock qilib oldim. Qizlar, dazmolda agar mana shunaqa tekis yotib beradigan bo'lsa, ustidan strochka berishingiz shart emas. Agar dazmoldan keyin ham mana bu choki bor-ku, overlock choki. Ko'tarilib qolsaginina ustidan strochka bersanglar bo'ladi. Hozir bizaniki вроде бы нормально turibdi. Yana oxirida tikib bo'lganimizdan keyin ko'ramiz, balkim strochka ham berarmiz. Lekin strochka bersanglar chiroyli turadi.